Hammaga salomlar. Kanalimga xush keldingiz. Sizlar bilan birgalikda yana bir namozlik do'ppisi to'qiymiz. Do'ppimiz oson va oddiy. Men 6 yaproqli to'qidim. Sxemada 8 yaproqda 7 yaproq ham ko'p keldi, ya'ni meni ipimga ko'ra. Uning uchun 6 yaproqdan to'qidim. Boshlang'ich 6 dona ustun oldim, orasiga 2 zanjir va u shaklda davom etamiz. Sizlar ipingizni qalinligi va qo'lingizni ayariga ko'ra sxemani ham ekranga qo'yaman. Sxemamiz bu. Aytib o'tgandek, sxemada 8 ustun boshlanishda va 8 dona yaproq chiqadi. Men 6 ustun va 6 yaproqdan to'qidim. Boshlang'ich 4 dona zanjirimizni olamiz, ya'ni 4 yoki 5. Sizlar qo'lingizni ayari va ipingizni qalinligiga ko'ra, ya'ni unga ko'ra ayarlang. 3 va 4 qarshi tarafga birinchi zanjirimizga birlashtiramiz. Va boshlang'ich 5 dona zanjir olamiz. Ayni xonadan ikkinchi ustunimizni chiqaramiz. Oralariga 2 dona zanjir, ya'ni 1 ustun, 2 zanjir shaklida 6 dona ustunlarimizni chiqaramiz. Orasiga 2 zanjir. Bu shaklda davom etaylik. Bu shaklda to'qib keldik. 6 dona ustun chiqardik. Oralariga 2 zanjir. Qarshi tarafga 1, 2, 3-chi zanjirimizga birlashtiramiz. Bu shaklda bir ilmoq o'rtaga jilib olamiz. Ya'ni xonalardan 3 ustun chiqaramiz. 1, 2, 3. Birinchi ustunimiz, ikkinchi va 3-chi ustunlarimizni chiqardik. Orasiga 1 zanjir. Agarda sizlarda bir zanjir tortishib qoladigan bo'lsa, ya'ni ipingiz ingichka bo'lsa, 2 zanjir oling. Keyingi xonadan yana ayni shaklda 3 ustun chiqaramiz, ya'ni har xonadan 3 ustun orasiga 1 zanjirdan chekib, bu shaklda to'qishga davom etaylik. Bir zanjirimizni oldik va qarshi tarafga 3-chi zanjirga birlashtiramiz. Endi har ikki tarafdan bir juftdan ustunlarni chiqarib ko'paytirib boramiz. Birinchisida 3 ustun chiqardik. Ikkinchi qatordan 5 ustun, 7, 9 bu shaklda davom etiladi. Boshlang'ich 3 zanjir olamiz. Ayni xonadan ikkinchi ustunimizni chiqaramiz. Keyingi xonadan 1 ustun. Oxirgi xonadan takror 1 juft ustunlarimizni chiqaramiz. Bu shaklda 5 ustun bo'ldi. Orasiga 1 zanjir. Ya'ni bu shaklda davom etaylik. Aynisi takrorlangani uchun men videoni kesdim orada. Santimetrda o'lchaganda 16,5, ya'ni 17 santimetrga yaqin chiqdi. Ya'ni mana bu har ikki tarafdan ustunlarimizni men 17 ustunga qadar ko'paytirdim. Balki sizlarda farqli chiqishi mumkin. Endi har ikki tarafdan bir ustundan kamaytirib boramiz. Bir ilmoq jilib olamiz. Bu shaklda bir ustun kamaygan bo'ldi. Boshlang'ich birinchi ustunimiz zanjir bilan boshlanadi. Ikkinchi ustun. Bu shaklda 15 dona ustun chiqaraylik. Oxirida bir xona qolguniga qadar to'qib kelaylik. Oxiriga qadar to'qib keldik. 15-chi ustunimizni chiqaramiz. Oxirgi xonani to'qimaymiz, chunki ustunlarni kamaytiryapmiz.
bir zanjir va mana bu zanjir olgan yerimizdan bo'sh xonadan bir ustun chiqaramiz. Takror bir zanjir olamiz. Birinchi xonani tashlab, keyingi ikkinchi xonadan ustunlarimizni chiqarishga davom etamiz. Ya'ni bu shaklda yana bir ustun kamaydi. Oxiriga qadar bir ustun, bir xona qolganga qadar to'qib kelaylik. Oxiriga qadar to'qib keldim. Ya'ni har ikki tarafdan ko'paytirgandek, endi yana har ikki tarafdan yana ayni shaklda kamaytirib boramiz. Bir zanjirimizni oldik va qarshi tarafga mana bu zanjirdan so'ngraki, ya'ni birinchi ustunimizdan keyingi xonaga birlashtiramiz. Bu shaklda bir ustun kamaygan bo'ladi, ya'ni boshlang'ichda 15 ustunga qadar kamaytirgandek, keyingi bu qatorimizda 13 dona ustun chiqaramiz. Bu shaklda to'qishga davom etaylik. Oxirida bir xona qolganga qadar to'qib keldik. Ustunlarimiz kamayib boryapti. Mana bir xona qoldi. Bir zanjir va mana bu bo'sh xonamizdan bir ustun chiqaramiz. Bu bo'sh xonalarimiz kubik shaklida davom etiladi. Orasiga bir zanjir, takror bo'sh xonamizdan bir ustun, bir zanjir. Birinchi xonani tashlab, ikkinchi xonadan ustunlarimizni chiqarishga davom etamiz. Ya'ni oxirida 3 dona ustun qolganga qadar to'qishga davom etaylik. Oxiriga qadar to'qib keldim. Oxirida 3 dona ustun qoldi. Ya'ni boshlang'ichda ham 3 ustun bilan boshlagan edik, mana bu yerdan. Va oxirida ham 3 ustun qolganga qadar kamaytirib keldik. Bu qatorda ilmog'imizni birlashtiramiz. 1, 2, 3-zanjirga birlashtiramiz. Boshlang'ichda 3 dona zanjir olamiz, ya'ni har ustunlar tepasidan bir ustun chiqaramiz. 3-chi ustunimizni ham chiqardik. Bir zanjir olgan yerimizdan bir ustun. Keyingi ustun tepasidagi xonadan keyingi ustunimizni chiqaramiz. Ya'ni bu shaklda bir ustundan davom etamiz. Bo'shliq xonadan bir ustun, ustun tepadagi xonadan keyingi ustunimizni chiqarib, bu shaklda to'qishga davom etaylik. Oxiriga qadar ustunlarimizni chiqarib keldim. Qarshi tarafga 3-zanjirga birlashtiramiz. 1, 2, 3. Va oxirgi qatorimizni to'qib bitiramiz. Keyingi xonadan bir ilmoq chiqaramiz va 2 ilmoqni birlashtiramiz. Takror keyingi xonadan yana bir ilmoq, 2 ilmoqni birlashtiramiz. Oxirgi qatorini bu shaklda do'ppimizni to'qib bitirib kelaylik. Do'ppimizni bu shaklda to'qib bitirdik. Kimga to'qiyotgan bo'lsangiz ham kiydirib ko'ring. Agarda yon tarafi qisqa kelayotgan bo'lsa, yana bir qator ustun olib to'qing oxirida, ya'ni 2 qator ustun bo'lsin. Meni ipimga ko'ra yaxshi keldi. Do'ppimiz juda ham oson va oddiy. Sizlarga ham to'qishda omad. Bu shaklda yana bir videoni yakuniga keldik. Sizlar bilan takror yangi videolarda ko'rishguncha sog' va omon qoling. Allohga omonat bo'ling.